Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugungi temamiz vatan, hamma vatan millat uchun. Bugun biroz kayfiyatim tugan. Yuzimni tutolmay qoldim ba'zi sabablar bilan. Shuning uchun bu temani 3-chi qitim yo'llab o'taman. Ovoz sifati tugan bo'ladi. İnşallah bu da onda olmaz. Hamma vatan millat uchun. İkinci Dünya Urushi davrida, ya'ni Germaniyaning Barbarossa harakatini yana boshlagan davrlarda Sovet Qizil Armiyasi Germaniya askarlari qarshisida xuddi shamolda chiqqan g'azondek supurilib taki Moskva bo'sug'illargacha kelgan. Nemis askarlar shaharning chegarasiga 12 kilometrlik qolgan edi. Germaniyaning ilg'or urush mashinalari qarshisida Qizil Armiya yetarsiz va qaloq urush mashinalari va qurollari bilan kog'i kelmayli qolgan edi. Bu tüpeylden bir nemis askeriga bir top Qizil askar taslim bo'ldigan sharmanda voqealarmi ko'p ko'rilgan. Sababi Germanlarning yuqori texnikalik urush mashinasi askarlarining jangovarligi qarshisida go'yo nemis askarlari yengilmas deydigan bir afsona taqalgan. Onun için hatta sayıstımı qoqab ketadigan bo'lib ketgan insonlar. Dunyoning eng zolimlardan bo'lgan Stalin yana ayni vaqtda irodalik odam edi. Bu Marshal Jokovning Stalin haqidagi bahosi. U Stalinni kuchli irodalik odam deb baholagan. Stalinning tavranmasligidan manbalangan Sovet irodasi qisqa muddatda nemislarni astiltish bilan birga yemirilgan ruhiy kayfiyatni ko'tarish uchun butun mamlakatga bir chaqiriq e'lon qilgan edi. Hamma oldingi saf uchun. Kolxozdagi bir dehqon bir vash bug'doyni ortiq terishni oldingi saf uchun bir hassan deb biladi. Tog'da mol beqiyotgan bir cho'pon bir poch tera yoki bir ochiqchayni ortiqroq topshirishni oldingi saf uchun deb biladi. Bir ishchi bir talvanta ortiq ishlab chiqarishni oldingi saf uchun deb biladi. Bir o'smir, hatto bir kichik bolaning oldingi saf uchun bir assi bo'ladi. Hatto qo'lidagi nollarini sabiy ko'ngli bilan oldingi saf uchun deb beradi. Yoki dushmanni yengmak uchun bir nima qilishim, biror assi qo'shishim kerak deb to'naydi. Bunda umumxo'r olgan birdek kayfiyati qisqa muddatda oldingi safga ta'sirini ko'rsatmay qolmadi. Oldingi safdagi qizil askarlar o'zlarini deb gelidan qisinib bir nonni tejayotgan orqa safdagi ayollar uchun, onalar uchun, bolalar uchun g'ayratga kelishni o'zlarining erkaklik burchi deb biladigan bir xil qat'iyona ruhborlikka kelgan va bu ruh qo'shinning jangovarligiga turtki bo'lgan edi. Aziz qarindoshlar, bugun Xitoylar millatimizga jang e'lon qildi. Shu an biz uchun hayot-mamotlik bir urush mavzu boisdir. Biz bir yo'q qilinish urush ichidamiz. Bu bizning safarbarlikka keladigan paytimizdir. Qarindoshlar, o'tmishda Sovet ittifoqi bir non, bir paypoq, bir palay, bir oyoq har kichik narsani oldingi saf uchun atab, tajovuzchilarga qarshi umumiy milliy safarbarlikka ketdik. Biz qanday qilamiz? Biz bugun hamma vatan millat uchun degan chaqiriqni uyg'unish, safarbar bo'lish, jangga tayyorlanish signali bilishimiz zarur. Hamma vatan millat uchun. Aqlimiz, bilimimiz, boyligimiz, jenimiz, tenimiz hammasi vatan millat uchun. Dushman bekchon, kuchli. Agar biz mushundaq safarbarlikka kelmasak, qo'l uchida ish qilish, ish qilayotganda ko'rinish, riyokorlik bilan bu cho'ng baloyi qazodan qutulolmaymiz. Ümidsizlikning kufrga barabarligini bilamiz.
Allah Kur'an-ı Kerim'de yana Allah'ın izni bilen azçılıkның köpçülük üstüden galip geldiğini dedi ve İslam tarihinden bilimiz ki Bedir uruşu misalları arkalık azçılıkның köpçülük üstüden galip geldiğini ve bu Allah'ın yardım bilen mümkün bulduğunu bilimiz. Bu bizge bir ümitning şoğlusudur. Şundakla tarixda bunun misalları az emas. Ama bu qandaq ro'y beradi? Mo'jiz yuz berami? Ya qarindoshlar, mo'jizalar Allah payg'ambarlarni kuchlantirish uchun tushirgan alohida amaldir. Mo'jiza har kim uchun zohir bo'lavermaydi. Undaqkan Allohning yordami bilan bo'lamdi. Albatta Allohning yordamidan umid kutishga bo'ladi. Biroq Allohning yordami ba'zi duogo'ylarning o'ylig'inidek qo'l qo'shtirib, o'ltirib tilash bilan bo'lmaydi. Maryamning qissasida shunday deyiladi. Tolg'oqning qattiqligi uni yo'lni olish uchun bir xo'ma daraxining yoniga kelib olishga majbur qildi. Jibril uningga xo'ma daraxining ostidan nido qildi. G'am qilmag'in. Parvardigoring sening ostingdan bir eriqni paydo qildi. Xo'ma daraxini o'z tarafingga eg'itgin. Oldinga pishgan yangi xo'malar to'kiladi. Xo'ma daraxini eg'itgin. Shunga diqqat qiling. Maryam tolg'oq azobida ekan, xo'ma daraxini qandoq eg'itsin? Mevasi uzilib tushgudek eg'itmoq emas, midirilta olish noto'g'ri. Shundaq ahvolda turibmi, Alloh bu yordamni to'g'ridan to'g'ri va bekorli bermaydi, shart beryapti. Oldi bilan o'z tirishchanligini qil, yetmaginiga Alloh yordam qiladi degan bishoratni beryapti. Qissada xitobning muhotabi o'rnak sifatida Maryam bo'lsa-mu, amaliyotda butun insoniyat bu xitobning muhotabidir. Oldi bilan xo'mini eritishimiz kerak qarindoshlar. Kuchimizning yetishicha xo'mini eg'atmay turib, Allohning yordamidan tamodi bo'lsa xato bo'ladi. Bari kuchimizni chiqaraylik qarindoshlar. Ondan xo'milar oldimizga to'kiladi. Bizning kuchimizdan bo'lmagandimi, biz bor kuchimiz bilan xo'mini eg'atmay turib, Allohning xo'mini to'kib berishini kutmaymiz. Nima qila olamiz? Isonlarda bo'lsin, Allohning izni bilan ozchilik ko'pchilikning ustidan g'alaba qila oladi. Ammo bir shart bor. Biz qo'limizdan kelganning hammani qilishimiz, butun energiyamizni sarf qilishimiz kerak. Yetmaydigan Alloh bor. Jihad, jahiddan turlangan. Butun quvvatini, butun tirishchanlikni sarf qilmoq jahiddir. Osonliklar, ko'p sonliklar ustidan qanday g'alaba qiladi? Bu mo'jiza bilan emas, aql farosat bilan, bilim texnika bilan tamoman mumkin. Chunki bilim texnikani Alloh bizning foydalanishimiz uchun yaratdi emasmi? Qarindoshlar, bugun shuni ko'ryapmizki, ilm-fan ojizlarni qudratli qila oladi. Zaiflar palvonlarni asirga ola oladi. Türklarda bir gap borki, miltiqning kashf qilinishi bilan mardlik o'tirdan yo'qoldi deydi. Bu nima degan gap? Miltiq bir kichik valning qo'lida bo'lgan taqdirdami? Bir palvon ishini qilolmaydi, uning qo'l ko'tarishga majbur. Miltiq kashf bo'lishdan burun qilich bilan u haqiqatan erkaklikni sinaydigan bir elish bo'ladi. Ammo ma'lumot ilm-fan mana shunday qildi. Zaiflar palvonlarni asirga oladi. Faqat gap bizning umumiylik safarbar bo'la olishimiz bilan bog'liq. Bugungi urushlar armiyalar orasida bo'ladigan muntazam urushlar emas. Yana psixologik urush, uchur urushi, yolg'on xabar ishlab chiqarib taqitish bilan bo'ladigan qudratqulluq, sarosima, asabiylik qo'zg'ash qatorliqlarni kompyuter orqali, tor orqali qilg'ili bo'ladi. Masalan, Xitoycha o'qigan Uyg'urlar, Xitoychani obdan yozalaydigan Uyg'urlar, Xitoycha ommaviy to'rbatlarda mushturdagi ishlarni qilib, Xitoy fuqarolari orasida o'xshamagan usuldagi urushlarni qilsa bo'ladi. Ba'zilar psixologik urush, ba'zilar yolg'on xabar taqitish, vahima taqitish, hukumat haqida ishsizlik urug' terish qatorliq ishlarni qilish tamoman qiyg'ili bo'ladigan ishlardir. Olimlar,
professorlar, doktorlar özlerini milli taqdirga aloqasiz hisoblab, o'z rohatiga petib, qandaq millat bo'lib yashashni farqsiz deb qaramaslar, foydalanishga tegishlik nurg'un yoshirin kuch borliqqa keldi. Agar sizning kasbingiz mikrobiologiya bo'lsa, viruslarning qandaq qudratli qurol ekanligini har vaqt esangiz tuting. Xitoylar bu quroldan millatimizning naslini quritishda foydalanmoqda ekan. Biz o'zimizni qo'g'dash va qaytarma hujum qilish uchun foydalansak, nima ish bo'lmaydi ekan? Her kasb, her soha o'xshashli foydalanishga bo'ladigan qurolga aylantirib bo'ladigan omillar mavjud. Gap qat'iy niyat bo'lsa, millatga bo'lgan sevgi, bugungi bu qismatga bo'lgan ichinish bo'lsa. Men Sharq Turkiston ozodlik yo'lida izlanish nomli siyosiy majmuaning 3-kitobida jasuslikning bugungi taraqqiyoti mavzuida bir maqola e'lon qilgan. O'qiganlarning xabari bor. Bugun bu mazmun video nutq sifatida YouTube'da mavjud. YouTube'dagi nomi istixborot va istixborot tashkilotlari haqida umumiy tushuncha. Bu maqolada qisqacha tanishtirib o'tgan bir qurol elektro-mexanik bomba haqida shunday tasvirlar bor. Her ish ko'z yumib ochqichilik oraliqda bo'lib bo'ladi. O'yining ichida o'tirgan bir kishi avval uzoqdan kelayotgan qasildashni anglaydi. Bu ovozni chaqmoq chiqish deb bilishi mumkin. U bilan o'ylab bo'g'chilik oraliqda bugungi madaniy dunyo eng oz 200 yil orqaga topning kashf qilinishidan burungi davrga aylanib qoladi. Taqoqliq bo'lishiga qaramay, televizor ekranlari fiturliq nur bilan qo'rqinch shaklda parlaydi. Tok va telefon simlari shu qadar qiziydi-ki, plastik qapı erib ketadi. Uzun qatlami ko'ygan plastik purqi bilan to'ladi. Batareyalar qizib qo'l bilan tutqusiz alg'i keladi. Kompyuterlar kulga aylandi, radiolar, telefonlar, simsiz so'zlashishlar, barliq mashinalar hech kerak kelmas alg'i kelib uni o'chidi. Ama buningda insonga hech ziyon kelmaydi-yu, insonlik jamiyati 200 yil orqaga chekinadi. Avstraliyalik yuqori texnikalik urush mutaxassisi Carlo Coppaning deyishicha, bu qo'rqinchli qurolni 1940-yillarning texnikasi bilan yasagan bo'ladi ekan. Texnik qiziqarli yeri buni $400 sarfiyat bilan bitirgili bo'ladi ekan. Bu demak buning iqtisodiy yuki shaxslar uchunmi mumkin bo'ladigan chekdi bo'lganlik. Bu afzallik diqqatinglarni tortdimi bilmayman. Men bu uchurni uqqandan tortib fizikchi olimlarimiz, doktorlarimizdan tamodi bo'lib o'tiribdiman. Bundan boshqa elektromagnit quroli hozir rasmiy qo'llanilish bosqichida turmoqda. Hech qanday porox portlatish dorisi ishlatmasdan yuzlarcha kilometr uzoqdan nishonni uralaydigan bu qurol haqida nima deysiz? Injener Anatoliy Kelipov sobiq Sovet Ittifoqi qizlar armiyasining xabarlashishda ishlatgan kripto jihozlarini kashf qilgan kishi bo'lib, uning deyishicha 21-asrning eng kuchli quroli kishilar o'ylagandek atom bombasi emas, yonfon ekan. Yonfon. Kilipovga ko'ra, yonfonlar orqali shaxslarning mensiga buyruq yo'llamoq mumkin ekan va bu atom bombasidan kuchli qurolga aylanishi mumkin ekan. Günümüzdeki polifonik ovozlik aloqa sistemasi bilan jihozlantirilgan har qanday bir aqlon, ya'ni aqlli telefon, nihoyat osonlan psikotron qurolga aylandi. Yani her gün işletilayotgan odatdagi telefon ko'rishmalarining ustiga tuvan chastotalik, umuman 10 bilan 20 Hz oralig'idagi parazit turidagi ovozga o'xshab ketadigan qo'shimcha kontrolli uchur yuklab, sizni xohlagan samoga dassaydigan qiyg'ili bo'ladi ekan. Materiallarda ko'rsatilishicha, minglarcha kilometr uzoqda bir shaxsiy kompyuter orqali dushmanning sistemalariga kirib, uning iqtisodini, texnikasini gumron qilib etkili bo'ldi ekan. Etilgan boshqariladigan bombalarni orqaga qaytirib, etilgan nuqtasiga yo'llab etkili bo'ldi ekan. Bundan boshqa kompyuter qaroqchiligi orqali dushmanning uchurlarini o'g'irlig'i, qalaymaqan qiyg'ili o'chirib yo'q qilib etkili bo'ldi. Umid yanada bor, qarindoshlar. Gap tirishchanligimizga bog'liq. Tirishib izlanishimizga bog'liq.
niyet qilishimizga bog'liq. Bundan boshqa lazer quroli hozir bir askar ko'tarib manaligidek yeniklikka tushirilmoqda. Bu qurol 15 kilovatlik elektr kuchi bilan uchoqlarni havoda eritib ta'laydi. Texnik tafsilotini izlanishni kasbiy xodimlarimizga, doktor, injenerlarimizga havola qoldiramiz. Ko'pchilik bilasizlar. Men tabiban mutaxassislarning hech birisi emas. Ne fizika, ne ximiya. Hech nima emas. Shunlashqa men bu yerda sizlarga bilim sunmayapman. Uchur sunayapman, yipuchi bilyapman qarindoshlar. Yipuchi. İzlengüchilarga, yoshlarimizga, texnik kasb tanlash bosqichida turgan yoshlarimizga yipuchi beryapman. Uning uchun Allah'tan ularning insabını tilaymiz. Ey Allah, Uyg'ur bilginlarini, olimlarini milliy his tuyg'ular xususida o'yg'otgin. Ularning qalbiga vatan millatning ishqini shunday yoqqinki, qilayotgan kasblarda qanday qilib bu kasbim bo'yicha vatan millatim uchun, ozodligimiz uchun his qo'sha olayman deganni bir minutni esidan chiqarmaydigan qilib etdik. Natija qozongan chog'ida, sharaf quchgan chog'ida hech kimi yo'q bu millatini unutib qoladigan dayuzlardan qilmagan. Amin. Ximiya alimi Maria Curie tunji radioaktivlik elementini topgan chog'da uning vatani Polsha, Çar Rusiyaning mustamlikasi edi. Vatan millatining nomini o'chmas muhr qilib, ilm qomuslariga putib o'tishni o'ylagan Maria Curie bu elementga vatan millatining nomini berdi. Mendeleyev davriy jadvalida poloniy deb ataladigan bu element ana shunday kechmishga ega edi. Poloniy hem Polshani hem Pölek degan millat nomini bildirdi. Biz qo'llanayotgan nusxasi rus tilidan kirgan bo'lib, asli originaliga ancha yaqin emas. İngilizce'de Polonia deydi. Polsha. Ve şundakla Pöleklerini Polish deydi. Maria keyin radiyni keşif qildi. Radiyning radioaktivlik xususiyati texnik kuchlik. Texnik qimmatli element edi. Bu sebepten Maria yana vatan millatini yodiga olib, kashki aldirab ketib boshliqsiga Poloniy degan ismni qo'ymagan bo'lsam, endi radiyni shunday atagan bo'lar ekanman deb afsuslangan edi. Ey Uyg'ur millatidan chiqqan bilim ahlilari, agar siz biror kashfiyot yaratsangiz, kashfiyotingizga Uyg'ur deb ism qo'yishga tayyormisiz? Agar siz Nobel mukofot oladigan bo'lib qolsangiz, mukofot qabul qilish marosimida so'zlaydigan nutqingizning mazmunini o'ylab ko'rdingizmi? Butun dunyoning ko'zi sizga tikilgan ash fursatda, sharafga erishgan ash sahnada, hamma odam diqqat bilan quloq soladigan, butun dunyo sizni tingshaydigan ash qimmatli fursatda nimalar degan bo'lardingiz? Yo'qolayotgan millatingiz duch kelgan zulm haqida, zolimlar haqida, insonlikning tomoshabin bo'lib qarab turayotganligining qanchalik ayb ekanligi haqida so'zlarmidingiz? Maria millatim yo'qolib ketadigan bo'ldi deb ansirgan vaqtda Pölek tili cheklanmagan. Pöleklarning birmuncha huquqlari bor edi. Buni shuningdek ko'ra olamizki, Mariadek Namrat oilining qizini Fransiyaga chiqib o'qiy olgan. Buni qanday Xitoylarning zulmiga selishtirib bo'lsin? Bugun biz tamoman yo'qolish girdobida ekanmiz. Siz bilarmanlar, olimlar, doktorlar nima o'ylayapsiz? O'z sohangiz bo'yicha bu millatga, bu millatning ozodligiga qanday asl qo'sha olayman deb o'ylayapsiz? Ey Uyg'ur bo'lib tug'ilib, Xitoylarning yaloqchisiga aylanib qolgan Uyg'urlar. Shaxsiy manfaat uchun, pul, shuhrat, martaba uchun ota-bobolarning millatini setayotgan Uyg'urlar. Sizlar ko'rmayapsizlar. Ota-onalari tutqunlikda bo'lib ko'chada qolgan narsiydi bolalarni. Ko'rmayapsizlar, erlari tutqunlikda bo'lgan ayollarning Xitoylar tarafidan bosqinchilikka uchrayotganligini. Sizlarning och-singillarga kelmaydigan qismatmidir bu? Bularning hech bir sizlarning vijdoninglarga, odamlikinglarga pishirilmayapti.
Harılmayotganlar, haq öldürülüyotganlar bilen üzanlardan bir millet ekenliginglarni oylap bakamsızlar. Oylap bakkan çıganlarda yürükünler kılçıma yetişmemdi. Bununla adamın tabiiyet elbette çıdamaydı. Ama sizlerdeki adamilik tügüdü mü? Ey maddi payda üçün üzünü bağışlayan canvarlar. Eğer bu millet tarih sahnesinden öçse, Xitaylarning sizlarga davamlıq ihtiyacı bolmaydiganligini oylap gördüңlarmı? Sizlarning davamlıq bundaq näpki erişip turuşuңlar üçünmü bu milletning mavjudligi şart ekanligini ko'rib yetmay o'tamsizlar? Agar bu nuqtani ko'rgan bo'lsanglar, sizlar bu safarbarlikda joy olishga majbursizlar. Millatinglar yo'qolsa nimani setib yeysizlar? Millatinglar yo'qolsa Xitoylarning sizlarga ehtiyoji qolmaydi, ey malqurtlar. Sizlarni tükürüp taşlaydı. Ademiylikinglarni setip erişken maddi maishat bilen adamdek yaşay olamsizlar. Xuddi boy ailening ishtiga o'xshash paravan yashaysizlar xolos. Ko'rinib turganidek, hamma vatan millat uchun deb bel bog'lash vatanparvarlarga emas, hatto munofiqlarga aloqadordir. Bizlar emas, ularni o'xshash ziyon tortadigan darajadagi umumiy milliy fojia ichida ekanligimiz mana buningdan texmi ochiq ko'rinib turadi. Qarindoshlar, bu tema mushada tugidi. Bu temada fan texnikaga oid fan texnikani kuch sifatida qo'llanib mujodala qilishga oid mazmunlarni keyingi suhbatlarimizda davomli kengaytib, davomli tafsilotlashtirib so'zlaymiz inshaalloh. Sizlarga rahmat.